Biz bu videoda birinchi tartibli differensial tenglamalar uchun Cauchy masalasining taqribiy yechimini Euler va Runge-Kutta usullarida topishni ko'rib o'tamiz. Demak, biz bundan oldingi videomizda e, bu misolni qo'lda yechishni ko'rib o'tgan edik. Endi biz buni hozir MATLAB dasturida yechilishini, grafiklarni qanday bir-biridan farq qilishini, Euler va Runge-Kutta usullarining bir-biridan farqini, qaysi yechimga yaqinroq, qaysi usul samaraliligini ko'rib o'tamiz. Bizda demak bu yerda Cauchy masalasi berilgan, ya'ni y kvadrat minus x kvadrat, ya'ni 0.1 ga teng 0.1 oralig'idagi yechimlarni topishimiz kerak. Ya'ni bunda MATLABda demak foiz belgisi bu satr izohini bildiradi. Ya'ni izohda yozish uchun ishlatamiz. MATLABda kod sifatida buni o'qimaydi. Foiz belgisidan keyingi yozilgan belgilarni. Demak, bu yerda sabachka belgisi bu f funksiyaligini bildiradi. Ya'ni bizda funksiyamiz y kvadrat minus x kvadrat tenglama funksiyasi. Boshlang'ich shartlarimiz bor. X 0 dan 0 ga teng, y 0 dan 1 ga teng. Demak, maksimum bu oralig'da demak x ning o'zgarishi 1 ga teng. Demak, qadam uzunligi 0.1 hashimiz, ya'ni qadam uzunligi. Demak, bu yerda x nuqtalar, ya'ni x ni 0.1 oralig'ida 0.1 qadam bilan massiv hosil qiladi, ya'ni 0, 0.1, 0.2, 0.3 va hokazo 1 gacha, ya'ni h qadam bilan hisoblaydi. Ya'ni 0 ga 0.1 qo'shadi, keyin 0.1 ga yana 0.1 qo'shib 0.2 va hokazo 1 gacha bo'lgan oraliqdagi qiymatlarni massiv qiladi. Bu yerda n lens, ya'ni x massiv elementlari sonini topadi. Demak, bunda 0.1 oralig'ida 0.1 qadam bilan 11 ta qadamda amalga oshiriladi. Endi Euler formulasini kiritamiz. Ya'ni bizda Euler usuli, ya'ni bunda 0 1 dan n gacha qiymatlarni y o'zgaruvchiga o'zlashtiradi. Boshlang'ich shartimiz y0 berilgan, ya'ni y0 da y1 ga o'zlashtiradi. For cycle operatori, ya'ni for cycle operatoridan foydalanib qadamni har safar demak bu oraliqda necha marta bajarilish kerakligi ko'rsatiladi. Bizda demak k1 dan n-1 gacha bo'lgan o'zgaradi. Ya'ni lenzimiz qadam uzunligi edi. Demak, oraliqning uzunligi, ya'ni 11 ta qadamda amalga oshirilsa, demak kamiz 1 dan 10 gacha qadamda hisoblanadi. Ya'ni birinchi qadam, ikkinchi qadam va hokazo 10-chi qadam. Bu yerda demak Euler formulasi keltirilgan. Endi biz bu yozilgan kodni natijasini aniqlaymiz. Ya'ni Euler natijasini ko'ramiz. Buning uchun run funksiyasidan yoki f5 klaviaturadan foydalanishimiz mumkin. Demak, ishlatish funksiyasini bosganimizda birinchi navbatda MATLABda faylni saqlash so'raladi. Faylga nom beramiz. Demak, faylni saqladik. Saqlaganimizdan so'ng demak natijani ko'rsatmaganligi sababi demak biz jadval shaklida bermadik. Demak, jadval shaklida kiritamiz natijani chiqarish uchun. Demak, jadval shaklida kiritamiz. Bu natijalarni jadval ko'rinishida ko'rsatadi. Natijani aniqlaymiz. Demak, x'imiz 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda Euler
Eylerning qiymatlarini ko'rsatdi, ya'ni y ning qiymatlarini ko'rsatdi. 1 dan boshlang'ich qiymatimiz demak 0 bo'lganda 1, 0 undan 1 qadamda y'imiz 1 undan 1 va hokazo 1 gacha bo'lgan qiymatlarni aniqlab ustunda ko'rsatildi. Demak, endi biz Runge-Kutta usulini ham bitta jadvalni o'zida solishtirib ko'ramiz. Ya'ni Runge-Kutta usulini ham kiritamiz. Ya'ni bu yerda ham zeros enta 0 elementlardan iborat massivni hosil qilib, demak natijalarni bu o'zgaruvchiga yozib boradi. Bunda boshlang'ich shart demak y0 ni y1 sifatida o'qiydi. For cycle operatoridan foydalanamiz. Bunda ham demak k 1 dan n-1 gacha. Demak bu yerda ko'rsatilgan n uzunlik, ya'ni n-1 gacha oralikda nechta qadamda amalga oshirilishi. Demak k1, k2, k3, k4lar bu Runge-Kutta formulasidagi, ya'ni funksiyalarning nuqtadagi qiymatlari hisoblanadi. Bularni formulani kiritganimizdan so'ng demak natijalarni aniqlaymiz. Buning uchun jadval ko'rinishida keltiramiz. Demak natijani ko'ramiz. Demak natija demak Runge-Kutta formulasi bo'yicha 0 qadamda, ya'ni boshlang'ich shartda 0 da 1 ga teng, 0 1 qadamda demak 1,10 mingdan 1108 ga va hokazo 10 ta qadamda hisobladi. Ya'ni bu Euler formulasidagi qiymatlar bilan farq qiladi. Bu ikkita qiymatlarni bitta jadvalga birlashtiramiz. Demak, jadval natijalarini ko'rsatish uchun TISP operatoridan foydalandik. Bunda demak natijani ko'rsatamiz. Ya'ni bitta ustunda Euler, ikkinchisida Runge-Kutta formulasi bo'yicha qiymatlarni aniqladik. Demak 10 ta qadamda demak Euler va Runge-Kutta qiymatlarni bitta jadvalda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Euler formulasi hisoblash uchun oddiy, oson, ya'ni qo'lda hisoblashlarda qulaylik tug'diradi, lekin natija bo'yicha demak Runge-Kutta formulasi bilan katta farq qiladi. Runge-Kutta formulasi demak natijani aniqlashtirishda qadamlar uzoqroq hisoblanadi, ya'ni qo'lda hisoblash uchun qiyinchilik tug'diradi, lekin natijalarni samarali yechimga olib borish uchun yaxshi usul hisoblanadi. Ya'ni yechimlarni olish uchun o'sha tugundagi nuqtalarga tez yetib boradi. Ya'ni aniqlik bilan hisoblaydi. Demak bitta ustunda biz Euler va Runge-Kutta usullarining farqlarini natijalar bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Demak 6-qadamgacha nisbatan teng bo'lib kelgan, lekin 7-qadamdan boshlab katta farqlarda hisoblanib ketyapti. Demak bu qiymatlarni grafik ko'rinishida ham ko'rishimiz mumkin. Buning uchun grafikini chizamiz, ya'ni demak grafiklarni chizish uchun pilot operatoridan foydalanamiz. Bunda pilot x va y Euler natijalarini doirada chizadi, ya'ni nuqtadagi qiymatlarni doiraga olib ko'rsatadi. Hold on, ya'ni grafikga boshqa chiziqlar ham qo'shish uchun ishlatiladi. Keyingisida demak pilot
Demak, bunda Runkurda natijalarni kvadrati bilan chizish uchun ishlatamiz. Demak, xtable x o'qi nomi, y label demak y o'qi nomi hisoblanadi. Title grafik sarlavhasi hisoblanadi. Grafik sarlavhasiga ixtiyoriy tushuntirish uchun masala shartini yozamiz. Demak, length bu grafiklar uchun uzoq. Grid on tour, ya'ni setga qo'shadi. Hold off grafiklar chizishni tugatadi. Demak, bu grafik chizishni tugatadi. Demak, natijani ko'ramiz. Demak, mana natijalarni ko'rishimiz mumkin grafikda ham. Demak, 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda Euler va Runkurda usullarining natijalarini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu tarafda demak y o'qi bo'yicha, bu tarafga x o'qi bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Bunda demak 6-qadamgacha ehtimoliy natijalar tenglashyapti, lekin keyingi qadamlarda natijalar katta farq qilyapti. Demak, biz masalani ishlashimiz uchun Runkurda usuli demak murakkabroq, lekin natijalarni aniq natijalarga olib boradi. Shuning uchun Euler formulasida ko'p qadamda o'sha natijaga borsa, Runkurda usulida o'sha natijani aniqroq taqribiy hisoblashlarda ko'proq samara beradi. Demak, bu videoda birinchi tartibli differensial tenglama uchun Cauchy masalasini Euler va Runkurda usullarida MATLAB dasturida ishlashni ko'rib o'tdik. Demak, videolarimizni kuzatishda davom eting. O'zingiz demak mustaqil ravishda bu misolni ishlashga harakat qiling. Ya'ni videodagida linkda dastur kodini keltirib o'taman.